12 oyning sultoni Mohi Ramazon qalblarimizga yorug'lik va ezgulik ulashib kirib keldi. To'xtaniyoz ota fermer xo'jaligi barcha yurtdoshlarimizni muborak oyning fazilatli qadamlari bilan qutlaydi hamda iftorlik va saharlik dasturxoniga o'z mahsulotlarini taqdim etadi. Bu oyda ibodat yo'lini tutganlarga Yaratgandan sabr va buning evaziga ulkan ajr va mukofotlar so'rab qoladi. Ramazonning har bir kuni bizlarga muborak bo'lsin. Solihalar hayotidan. O'sha davrlarda musulmonlarga ko'rsatiladigan tazyiqlar juda ko'p edi. Shulardan biri sifatida biz qamal davrini yodga olamiz. Abu Jahl va unga o'xshash savdogarlarga bahoni oshiringlar, musulmonlar biror narsa sotib olinmasinlar deyilardi. Qamaldagilar daraxtlarning ildizi va bargini yeyishga majbur bo'lardilar. Shu tariqa kunlar, haftalar va oylar o'tib boraverardi. Qamaldagilarning ahvoli borgan sari og'irlashardi. Qurayshliklarning esa tazyiqi ortib borardi. Qamal o'zining 3-yiliga kirdi. Ahvol o'sha. Hech bir yengillikning daragi yo'q. Ana shu holat 3 yil davom etdi. Qamal jafosini ham Xadicha binti Xuvaylid radhiyallohu anha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va boshqa musulmonlar bilan bir qatorda chekdilar. Xadicha radhiyallohu anha qamal jafosini boshqalardan ko'ra ko'proq chekdilar deyish ham haqiqatga yaqinroq bo'ladi. Chunki u kishi qamal jafosiga ham qaramay Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning barcha ishlarida yaqindan yordam berardilar. Mazkur qamal tamom bo'lishi bilan Xadicha radhiyallohu anha onamiz bemor bo'lib yotib qoldilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u kishining yonlaridan jilmay o'tirardilar. Ammo kun sayin Xadicha binti Xuvaylid xonim radhiyallohu anha onamiz so'lishib borardilar. O'sha paytda Muhammad sallallohu alayhi va sallamga payg'ambarlik kelganiga 10 yil to'lgan edi. Islom uchun o'ta nozik bir payt edi. Har qanday shaxs biroz moyillik ko'rsatsa ham musulmonlarga katta xursandlik boisi bo'ladigan bir payt edi. O'shandoq bir paytda musulmonlarga, xususan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga islomning birinchi kunidan buyon asosiy yordamchi bo'lib kelayotgan shaxs vafot etdilar. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning jufti halollari, mu'minlarning onalari Xadicha binti Xuvaylid radhiyallohu anha 65 yoshlarida bu dunyoni tark etdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'ngillarini doimiy ravishda ko'tarib turuvchi, u kishiga bosh maslahatchi bo'lgan, birinchi bo'lib iymon keltirgan va fazilatlarini sanab adog'iga yetib bo'lmaydigan bir ulkan matonatli shaxs boqiy dunyoga rihlat qildilar. Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'z uylarida yetim bolalari bilan qoldilar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshliq islom jamiyati uchun og'ir judolik edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xadicha binti Xuvaylid xonim radhiyallohu anhoni o'z qo'llari bilan Makka mukarramaning yuqori tarafidagi Ja'un qabristoniga qo'ydilar. O'sha yili payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning amakilari Abu Tolib ham vafot etdilar. O'zi musulmon bo'lmasa ham Muhammad sallallohu alayhi va sallamni kofirlarning doimiy hujumlaridan himoya qilib kelayotgan odam bu dunyodan ko'z yumdi. Bu ham g'oyatda katta yo'qotish edi. Ushbu ikki ulkan musibatni hisobga olib, o'sha yilni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mahzunlik yili deb atadilar. U kishi Xadicha onamizni o'ta yaxshi ko'rganlar va qadrlaganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xadicha onamizning ustilariga xotin olmadilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning Xadicha binti Xuvaylid xonim radhiyallohu anha onamizga bo'lgan ulkan ehtirom va e'zozlarini so'z bilan ifoda qilish qiyin. Yaxshisi u zotdan bu haqida vorid bo'lgan hadis shariflarga murojaat qilaylik. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ayollaridan rashk qilmadim. Faqatgina Xadichadan rashk qildim. Men uni ko'rmadim ham. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qachon qo'y so'ysalar, Xadichaning dugonalariga yuboringlar der edilar. Bir kuni u zotning g'azablarini chiqarib, Xadicha dedim.
Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam albatta menga uning muhabbati berilgan dedilar. Boshqa bir rivoyatda shunday deyiladi. Gohida u zotga go'yo dunyoda Hadichadan boshqa yo'qdek derdim. U zot u undoq edi, bundoq edi. Mening bolalarim undan bo'lgan der edilar. Boshqa bir rivoyatda Nabiy sallallohu alayhi vasallamga u zotning ayollaridan bir ayol haqida Hadichaga rashk qilganimdek rashk qilmadim. Bu u zot uni ko'p zikr qilganlari uchundir. Men uni hech ham ko'rmadim. U menga uylanishlaridan 3 yil avval vafot etgan. Dasturimizning ertangi sonida inshaalloh biz sizlarga Hadicha onamiz bilan bog'liq hadislar va u kishi bilan bog'liq barcha ma'lumotlarni yetkazamiz. Hozir esa navbatdagi sahifaga quloq bersak.